Bu xotin yana nima baklashkani quchoqlab chiqib keldi deb o'ylayapsizlarmi? Like, podpiskani shunda bosib tanishilarga jo'natib turinglar, chunki bu ma'lumot foydali bo'ladi. Qaranglar. Legendarniy tog'oringizdagi legendarniy qora suvingiz nima? Nima bilan sug'oryapsiz? Nima rangi qora? Biagomuz jidkiymi? Gummatmi deyapsizlar? Yo'q, hech qaysisi emas. To'g'ri, bizda sotuvda gummat ham bor. Rangi ham xuddi shunaqa, lekin bu emas. Biagomuz jidkiyni umuman ishlatmayman xonaga gullagan. Bu mana shu dori. Hech qanaqa sir asrori yo'q. Mana shu dori. 12 ta mikroelementga boy, sinovimizdan o'tgani uchun tashqarida hamma daraxt-baraxt, hamma narsaga atirgul bormi, gazon bormi ishlatib ko'rishdi. O'zimizning landshaftni dizayner bilasizlar. Xonaki gullaga ishlatildi, sinovimizdan o'tdi, foydalandik, foydasini ko'rdik va sizlarga tavsiya qilamiz. Hech qanaqa reklama emas. Bu dorini biz xonada mana shu tog'oramdiga tushadi. Hamma gullarim o'zi suv ichkisi kelgan mahalda 3 kunda ichadimi, 7 kunda ichadimi, faqat shu suvdan ichadi. Buni ustidan ham bersa bo'ladi. Prosta xonaki gullaga berib bo'lmaydi, nimaga? Chunki qoraligi uchun qirqib qo'yadi gullarni. Tashqaridagi hamma ogorod bog'dagi hammasiga tegidan ham ustidan ham berasizlar, proporsiyasini ozgina ko'paytirasizlar. Bu degani xonaki gullaga 1 litrga 1 milligram shpritsda o'shani 5 litrmi 10 litrga tayyorlab olsanglar, misol uchun 5 litr ko'rsatib berganman. 5 grammli shprits tortasizlar, tayyorlab qo'yasizlar. Salqin qorong'i joyga qo'yib qo'ysanglar, achimaydi, sasamaydi, turaveradi. Vaqt kelganda gullaringizni sug'oraverasizlar. Mana sir asrori yo'q. Olinglar, foydalaninglar. Bizda ham sotuvda bor, kattasi 100 ming, kichkinasi 50 ming. Agar kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomer qoldiraman, bemalol murojaat qilinglar. Mana olinglar, ishlatinglar. Yaxshi iliq gaplar bilan foydasi tegsa, bizani eslab qo'ysanglar, biz xursand bo'lamiz. Rahmat.